Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizning 8-kuni bizlar siz bilan SKRT degan masala yechamiz. Bu masalaning shartini o'qiymiz. Bu masalamizning shartida aytayaptiki, ikkilik qidiruv binary search usulidan foydalanib kvadratga teng yoki undan kichik bo'lgan eng katta butun sonni topamiz. Endi masala yechishni boshlaymiz. If x return x left right x ends null. How left katta yoki teng right mid left right. If mid katta yoki kichik, katta yoki teng, ends mid left mid else right mid. Bunda birinchi if'imizda bu kattaroq sonlarni tekshiramiz, else'da kichikroq sonlarni tekshiramiz. Mid plus 1 mid minus 1. Return s ns. Kodimiz natijasini tekshiramiz. Kodimiz to'g'ri. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling.